2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan farzandlarimiz isterika qilganda nima qilishimiz mumkin? Bugungi mavzuyimiz shu haqida. Avvalambor birinchi navbatda qiladigan ishimiz, ya'ni ota-onalarni ham, tarbiyachi mutaxassislarni ham o'zimizni qo'lga olish va vaziyatga oqilona baho berish. Birinchi navbatda isterika kelib chiqish sabablarini izlashimiz kerak. Bola nima sababdan isterika qilyapti? Keling ko'rib chiqamiz. Buning bir nechta sabablari bo'lishi mumkin. Farzandlarimiz och qolganida yokida noqulay shart-sharoitga duch kelganida, emotsiyalarini boshqara olmaganida, qolaversa ma'lum bir voqea, hodisalardan norozi bo'lganda va bu noroziligini so'zlarda tushuntirib bera olmaganda, ota-onalarning qattiqqo'lligi yoki hatto diqqat yetishmovchiligi bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda farzandlarimizda e'tibor yetishmasligi, mehr yetishmasligi natijasida ham isterika qilishlari mumkin. Albatta, jamoat joylarida deylik farzandlarimizni isterika qilishi va biz kattalar buni boshqara olmasligimiz qaysidir ma'noda ota-onalarni, kattalarni jahlini chiqarishi va yoqimsiz bir holat bo'lishi mumkin. Ammo shuni aytib o'tamanki, birinchi navbatda isterika, ya'ni farzandimiz isterika qilayotgan vaqtda ota-onalarimiz qilishi mumkin bo'lmagan narsalar bor. Bolalarimizni uyaltirish, ularni jamoat joylarida, ya'ni begonalar oldida kamsitish, urishish va uyga kelgach, ya'ni uni bu uchun jazolash bu eng noto'g'ri yo'l. Farzandlarimiz isterika qilayotganda birinchi navbatda uni sabablarini aniqlaymiz va keyin uni yechimini topish osonroq bo'ladi. Masalan, ayrim bolalar yangiliklarga moslashmagan bo'ladi. Ya'ni ularga har bir bo'layotgan kun davomidagi voqea hodisalarni aytib borish kerak. Ya'ni oldindan aytish kerak va bolani bu narsaga ruhiy tayyorlash kerak. Masalan, hozir birgalikda sayrga chiqamiz. O'yinchoqlaringni yig'ishtirganingdan keyin ovqatlanamiz. Ya'ni oldindan bolalarga aytiladi va bolani ruhiyati shu narsaga tayyorlanadi. Agar dabdurustdan farzandimizga ketdik sayrga chiqamiz desangiz, deylik, bolada isterika boshlanishi mumkin. Deylik, do'konlarga kirganda, bu ko'pchilik ota-onalarda uchraydigan savol, olib berilishi rejalashtirilmagan mahsulotlarga bola o'zini urishi va isterika qilishi ota-onalarni ba'zida jahlini chiqaradi. Mana shunday holatlarda nima qilamiz? Albatta, ota-onalar birinchi navbatda farzandlarini bag'irlariga bosishi, ularni peshonasidan yoki boshidan o'pishi, quchoqlashi eng yaxshi yechim. Chunki farzandingiz bunday vaziyatda siz unga hali ham mehr berayotganingizni va siz unga hali ham e'tibor berayotganingizni, siz uni his-tuyg'ulariga befarq emasligingizni his qilsagina sizga ishonishni boshlaydi va qaysidir ma'noda sizni so'zingizga kirishni boshlaydi. Mana shundagina siz farzandingizga hozir bu mahsulotni ololmaymiz yoki hozir bu shirinlikni ololmaymiz, istasang o'rniga buni olishimiz mumkin yoki mana buni olishimiz mumkin kabi suhbatda davom ettirishingiz mumkin. Yoki emotsiyalaringizni o'zingiz ham o'zgartirgan holda, tovush tembringizni o'zgartirgan holda bolani diqqatini tortish va o'sha joyda kutilmaganda bola uchun yangi bir hikoya so'zlab berish yoki notanish insonlar bilan tanishish protsessini tashkillashtirishingiz ham mumkin. Albatta, bolani isterikasi eng nozik masala. Bunda ota-onalar uchun juda ham bir katta fantaziya, tayyorgarlik, o'ziga xos ilm, bilim talab qiladi. Mana shu narsalarga ota-onalar ham tayyor bo'lishi kerak. Ya'ni siz oldindan farzandingiz, har bir ota-ona, men maslahat beraman, o'zini farzandini xarakterini, temperamentini bilishi va o'shanga moslashgan holda muomala qilishi va oldindan hozir farzandini aytgani bo'lmaydigan vaziyatlarda, ya'ni nima qila olishi mumkinligini rejalarini tuzib qo'yishi maqsadga muvofiq. Mana shundagina jamoat joylarida izza bo'lmaysiz, ya'ni uyalib qolmaysiz va ortiqcha jahlga berilmaysiz. Ba'zida farzandlarimiz shuni aytib o'tishim kerakki, kattalarga taqlid qilgan holda ham isterikani rol o'ynab ko'rsatishadi.
Ya'ni ota-onalar er-xotin munosabatlarini kuzatib yoki er-xotin munosabatlarida deylik guvoh bo'lib turgan bolalarimizda bu narsani kuzatishimiz mumkin va bu tabiiy hol, chunki bolalar kattalarda ko'rganini qilib tarbiya topadi. Shunday ekan, hurmatli kattalar, ota-onalar, tarbiyachilar, ustozlar, murabbiylar, bolalarni oldida nimani so'zlayotganingiz, nimani emotsiyalarda ko'rsatayotganingiz, nima haqida o'zaro suhbatlashayotganingizga va qaysi mavzular yuzasidan savol-javob qilayotganingizga diqqatli bo'ling va e'tiborli bo'ling. Chunki ma'lum bir vaqtdan keyin bolalar bu narsani takrorlashi, o'zingizga ko'rsatib berishlari mumkin.